Profter tom markazi bilan uzoq yildan beri hamkorlik qilib kelayotgan Muhammad aka oldiga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat, Xudoga shukr. Sizga bir ikkita savollarimiz bor edi. Profter tom markazi bilan necha yildan beri ishlab kelasiz? Profter tom markazi bilan 12-13 yil atrofida ishlayapmiz. Hozir juda yaxshi, qulay. Profter tom markazi sizga yetkazib berayotgan mahsulotlari, keyin undan keyin yetkazib berish vaqti, hammasini tushuntirib bersangiz. Profter tom markazi asosan telefon orqali zakaz qilamiz. Juda tez, juda qulay. Aksessuarlar ham upakovkada keladi, juda tez. Siz o'zi tomni yopishdan tashqari yana nima ishlar qila olasiz? Biz tomni asosiy ishimiz endi tom, keyin tom pastidagi patolog ishlarini ham qilamiz. Tunikafon, tunika sohasida ham ish qilamiz. Endi asosiy uy ichlarni ham qilamiz. Santexnika ishlarini ham, asosan patkulch ham topshira olamiz. Profter tom markaziga bir so'z bilan izoh bering. Profter tom markazi juda tez, aytilgan vaqtda tez keladi. Rahmat aka, hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Rahmat aka, sog' bo'linglar.